Hayırlı şambiler. Bütün dünyadaki barlık vatan sevgen qeyrindaşlar. Yana sizlar bilan köpçilikten kelgan savollarga javob berish ustidan ekran yuzida sizlar bilan yana bugun birgaman vatandaşlarımız. Bugun avval Çislan devleti 2 ayının 24 günü 2024 kuniga haftaga shanba vatandaşlar. Bugün meniki köpçilikке tanıştırdıgan, köstetigan iki video asasida köpçilikке cevap berdigan, yani suallarga cevap berishni men küçümün yetişçe cevap verme deb o'ylayman vatandaşlarımız. Onun biri qaysi deysanglar vatandaşlar, şu yakında İstanbul'da yüz bergan jasusluk vaqasi to'g'riliq bunun orqa ko'rinishi. Köplügen qeyrindaşlarımızdan müşahda köp suallar kelindi. Bu iş qandaq iş bo'lib ketdi bu. Türkiye hamda rastın degan chaqda Xitoyning bir orqa bog'chisi, bir jasuslarning makoni deganda ekandi. Bunda xabarlarga doimdagidek yo'liqib turdik, anglab turdik Turkiyada bo'layotgan ishlarni. Bu qatimqisi haqiqatan odamni biroz bir o'yga soladigan bir taraflari bor vatandaşlar. İkinçiden mening köpçilik tanıştırgan ikinci videom Xitoyninki BDD'de turishliq bosh elchisi bo'lsa kerak Ma Shingmin degan Ma Shingmin mening bilishimcha hozir videoda ko'rsatma. Shuningki shu Falastinni qo'llab, ya'ni Hamasni qo'llab, ularninki Falastinninki shu Xitoyning degan bo'yicha aytgan vaqtimizda Falastin xalqininki, yani Falastin xalqining shunda qurolli harakat qilishi, yani o'zininki self determination deydi. O'zi xo'ja bo'lish yo'lida qurol ishlatish huquqi bor deb Falastinga, ya'ni Hamasga advokatlik qilgan ikinci videosi. Bu ikki videoni ko'rsatma vatandaşlar. Musharqliq men ko'pchilikka kelgan savollarga javob berishga tirishman vatandaşlar. Qo'yilgan savollar mana shu. Köpçülük qeyrindaşlarımız biz qo'ygan savolimiz shu. Bir qism tashkilotlar nima uchun shu yana Hamasni, Falastinni Hamasni qo'llaydi, Xitoyni Hamasni qo'llaydi ekan? Undaq bo'lgan bo'lsa, bu Xitoyning Hamasni qo'llashi, Turkiyadagi bir turkum tashkilotlar va boshqa tashkilotlarning va bir qism insonlarning shu Hamasni qo'llashi, bu ikkisi bir yerdan chiqyapti. Bu ikkisining bir yerdan bu o'rtaq nuqtadan Hamasni qo'llashi bizningki ularning telefon aytgan vaqtimizda Sharq Turkiston davosiga qandaq ta'sir yetkazdi, qandaq ta'sirlarni olib keldi degan savollarni qo'ydi vatandaşlar. Men shunga javob berman vatandaşlar. Undan boshqa men bu temaga kirishdan avval ko'pchilikka deydigan bir xabarim, Uyg'ur davlatininki shimoliy qismida, ya'ni Shimoliy Uyg'urda qattiq sovuq bo'lgan -52 gradusga tushib nurg'ulgan hayvonlar, uçar kuşlarınki ölüp ketkenlik xabarini ko'ryapmiz vatandaşlar. Bu Xitoyda chiqayotgan manbalar deyishicha, bu 50-60 yildan birisi bunda qattiq sovuqning bo'lmaganligini, qattiq sovuqninki bo'lmaganligini, bu tunji qatimliq shundaq -52 ga tushgan qattiq sovuqning bo'lganligini xabarda deyapti vatandaşlarimiz. Avval men bu Turkiyaninki mediasida chiqqan bu xabarda men bir ko'pchilik ko'zda o'rtaqlashay, endi bu to'g'riliq Milli İstihbarat Teşkilatı qarasanglar bu shundoq chata qilib qo'ydi. Endi Facebook turib oldi, ko'rdingmi? Daim shundoq biraz ta'xirlik, sabrlik bo'linglar vatandaşlar. Bu meniki bilan hozir bu YouTube chiqayotgan videomi to'xtab qoldi. Har turli cheklamalar bor bu yerda. Shuning uchun meniki bu sotsial mediada olib borayotgan ishlarimga cheklama ig'ir, sabrchan bo'linglar vatandaşlar. Bir tapay. Casusluk yapan ajanların da aralarında bulunduğu isimleri yakaladı. Bakalım bilgileri.
Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'deki ajanlara göz açtırmıyor. Mossad'a yönelik operasyonlara dikkat çeken teşkilat, şimdi de Fransa ve Çin adına casusluk yapan ajanları yakaladı. Şüpheliler tek tek tespit edildi. Fransız İstihbarat Servisine bir yıl boyunca casusluk yaptığı belirlenen 3 kişilik hücre yapı çökertildi. Yakalananlardan biri Ahmet Katiye. Kendini aktivist ve gazeteci olarak tanıtan casus Fransız istihbaratı adına çalıştı. Yabancı kanallarda canlı yayınlara çıktı. Sınırda Türk askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen Suriyeliler ve Türkiye ile Yunanistan sınırında göçmenlerin durumu hakkında asılsız haberler yayarak Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakmayı hedefledi. Ayrıca Çin istihbaratına bilgi toplayan 7 şüpheli de MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı. Özellikle Doğu Türkistan dernekleri ve Türkiye'de yaşayan Türkistan kökenli şahıslar hakkında bilgi topladıkları belirlendi. Operasyonlarda dijital materyaller, yüklü miktarda para, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 10 kişinin işlemleri sürüyor. Haber şu, haberde bir yerde haber globaldaydı o Türkiye'ninki bunun menbesini bireyli. Haber globaldaydı şu Türkiye haberiga çıkan. Bu haberlerini köpçük gösteriyotman. Bu haberde deyişçe şu Türkiye'de 6 nefer şahsını gumonliq deb qargan 6 Uyg'ur debakchi bir yerde hamda bular deydi Doğu Türkistanlı deydi dayım degini. Ama shuningki ustidan tekshirish yapmagan tutgan bir qochib yurgandek haberlarni deyotdi. Vatandaşlarımız eng avval day men hech qanday vaqt mayli Turkiyada bo'lsin, dunyoning qanday yerida bo'lsin Xitoy uchun ishlagan mayli qanday shaxs bo'lsin, uni tutgan ishini men to'g'ri deb turib qarayman. Men uni to'g'ri deb turib qarayman vatandaşlarımız. Tutilish kerak, jazosini bo'lish kerak. Bu narsa aydın olib ketsin, bu narsa ochiq olib ketsin. Ammo bu Türkiye'de yüz bergan bu 6 nefer şahs ustida jasusluk haqida bu yerda tekshirish berish masalasiga kelganda biroz mening tushuncham bo'yicha aytgan chog'da bir gumonliq masala bor. Gumonliq masala var vatandaşlarımız. Maş haberning yüzde mi deydi? Diğer vaqtning yüzde bu Türkiye'deki teşkilatlarga, Türkiye teşkilatlardan uçur o'g'irlash ve Türkiye'deki şahslar hakkında uçur informasiya toplash işi bilan shug'ullangan 6 nefer Doğu Türkistanliklar ustidan tekshirish olib berib, buning manchisi tutildi, manchisi qochib yurdi degan gaplarni taqilotqili 3-4 kun bo'ldi vatandaşlarımız. Bu yerda mening diqqatimni tortgan ikki nuqta bor vatandaşlar. Deyotganim bu shaxslarni haqiqatan josusmi, qanday qayerdan kelgan men bilmayman vatandaşlarımız. Buni Türkiye istihbaroti to'playdi, balki xalq e'lon qildi va yoki o'tirib qo'yib yotdi. Bularning bir maqsadlari bor. Ammo mening bu yerda diqqatimni tortgan ikki narsa bu Türkiye hükümetiniki yani Türkiye istihbaratiniki mushundaq ishlarni olib berishi men uchun aytgan vaqtning o'zida, ya'ni Türkiye siyosatini boshdan oyoq 15 yildan birisi izlanib o'rganib kelayotgan adam uchatgan chog'da tarafi gumonliq vatandaşlarımız. Masalan, qanday tarafi gumonliq degan vaqtda ikki taraf bir bundan 3 hafta avval masalan Türkiye'ninki Beijing'da turishliq bosh elchisi, bu yerda ismini yozib olgan Türkiye'ninki Xitoyda turishliq bosh elchisi İsmail Haqqı Musa degan Türkiye'nin Xitoyda turishliq bosh elchisi bundan 3 hafta avval mustamlik Uyg'uristonni ziyorat qilish jarayonida Uyg'uristonni ziyorat qilish jarayonida bularniki 3 xil kishilarga, ya'ni Xitoy deb kelayotgan 3 xil kishilarga o'rtaq qarash turganligi haqida bu yerda bu xabarlar matbuotlarga chiqqan vatandaşlarımız. Bu endi 3 hafta burun bu İsmail Haqqı'nınki, yani Türkiye'ninki elçixonasining, Beijing turish elçixonasining Uyg'uristonni ziyorat qilgandan keyin 3 haftadan keyin bu ishlarning chiqishi bu bir gumonliq vatandaşlarımız. İki, Türkiye hükümeti burundan tortib ta hozir qadar Xitoy bilan istihborot jihati har jihatlarda to'liq hamkorlashib kelayotgan davlat vatandaşlar. O Ipak yo'lida bir. Biz uni tekrar so'zladik vatandaşlar. Biz bu to'g'riliq ko'pchilik ilgir uchur beribmi? So'zlab bundan 2-3 yil avval bugungi Turkiya ayni vaqtdagi O'rta Osiyo bo'lamdi degan temalarda so'zlab, shu yerdagi Turkiyadagi Uyg'urlar o'ziga diqqat qilsin, qanday xatarlar ularni kutib turyapti deb so'zlab biz ular ko'pchilikka yetkazib bo'lgan vatandaşlarımız. Endi bu yerda gumonliq nuqta bu bir. Endi u yerga borgandan keyin bosh elchi Urumchiga berib, bu yerda 3 xil kishilarga biz qarshi turishni xohlaymiz deganlikning o'zi bu yerda Uyg'urga kelayotgan bir suiqasdning bor ekanligini tushuntirdi. Ikki, bu yerda
Türkiye hükümeti muşundak hem günahını hem özü ağamçını kem koyuverdi. Türkiye zaten casuslardan bozulup gitti o. Soğududan tartıp her yer berişkilişler hemmisi normal. Zaten bir Xitayning bir ölküstekla hamma jihatlardan quyuq aloqani uchutyapti. Hem yeşil chiroqni o'zi yiqib qo'yib, ayni vaqtida Suriyaga boradigan, Suriyaga kelib ketadigan yo'llarning hammasini Turkiya hukumat o'zi echib etgan. Endi echib etib, mushu gunohni yana Uyg'urlarga otish orqali Uyg'urlarga otish orqali Xitoyning bir hilimekrisi bor, o'zining yerida o'zini go'shini qo'rish degan taktikani qo'llanayotdi deb o'ylayman vatandoshlar. Ham bir davlat bo'lgandan keyin Xitoy hukumati haqiqatan mushu 6 Uyg'urga tayanmay o'tirib, uchurni olaman desa, u yerdagi Uyg'urlarning uchurlarini hatto o'zi berib bulug'liq. Turkiya istixboroti, Xitoy istixborotlar o'tirib hamma narsani olalaydi. Bu yerda mening da'vatqinim Uyg'urlar qilayotgan bir suiqasd bor demoqchi. Endi bu uchurni yana birisi bu yerda odamning diqqatini tortadigan yana bir uchur qaysi desa, tashkilotlarning uchurlarini to'plash. Tashkilotlarning uchurlarini to'playotgan shaxslar edi bular degan gap bu yerda yana bir kulkilik bir mazoq qilarlik bir so'z bo'layotdi mening nazarimda. Sizlar o'ylab baqinglar vatandoshlar. Turkiyadagi bir tashkilot degan tashkilotniki qanday maxfiyatlik uchurlari bo'lmoqchi? Qanday maxfiyat uchurlari bo'lmoqchi? Agar ularda maxfiyat bir uchur bor desa, Turkiya istixboroti bilmaydigan uchur bir narsaning bo'lishi mumkin emas u yerdagi tashkilotlarniki. Zaten u yerdagi tashkilotlar Erdo'g'an Hamas desa Hamasga, Suriya desa Suriyaga barobar Turkiya hukumati bilan barobar mangadigan tashkilotlardir Turkiyadagi. Ko'pinchilari mening bildiğim va yoki bir nechisi. Men hamma tashkilotlarni demayman vatandoshlar. Ammo shunday tashkilotning Turkiya istixborotini eshitib qilib, yana bu tashkilotlarniki Xitoyning bilgisi kelib ketganda qanday uchurlar bor desanglar, bu narsa nol vatandoshlar. Faqat bor yilsa, o Turkiyadagi tashkilotlarga balkim u davlatdan bu davlatdan kelgan ancha-muncha u yerdan kelgan yig'ib bergan pullar haqida uchur ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Mushunda bir uchurlar bor deb o'ylayman. Mushunda bir ma'lumotlar uchurlarini egallashga tirishganlarni tutgan, shuni bir degan bir masala bu yerda o'tirib chiqadi vatandoshlarimiz. O'ylab baqinglar. Men bu nuqtani o'zimga go'monlikda turib qarayman. Nima ish qilgan? İlgili mesela Suriye'ye adam yollagan bütün işler kelgan hatta bizniki bir Türkiye'de United Simiz özgür bodek bir Özbek işimiz var. Bir telefon orqali Türkiye Tashqi ishlar ministri bilan ko'rishib, "Ani mani hal qilib atayotgan shu qarindoshimizmi ifoda bildigan bo'ldi." Hatta bu qarindoshimiz ilgari mediada oshkor media 3 yil avval degan 5000 qarindoshimizni biz Suriyada qayib Suriyada biz ularniki Suriyada yo'qotdik degandek videolar turdi, undan boshqalarni turdi. Suriyaga adam yo'llagan qanday insonlarni tutmay, endi shu Turkiya istixboroti bilan barobar mengayotgan Uyg'urlarni Suriyaga yo'llayotgan mushundaq tashkilotlardan endi istixborot Uyg'urlamoqchi bo'lgan Uyg'urlarni tutdik desa, yomon kulkilik vatandoshlarimiz. Avval Turkiya hukumati haqiqatan Xitoy uchun ishlaydigan odamlarni tutmoqchi bo'lsa, tutadigan odamlar bakjiq. Bu orqali meniki tushunganim qaysi degan vaqtimizdan Turkiya hukumati va Turkiyadagi tashkilotlar shu Uyg'urlarni terrorist qilish masalasiga bir nuqtada g'alaba qildi. Ya'ni qachonki Suriya urushi boshlangan vaqtimizda Uyg'urlarni u yoqdan kirib chiqish jihatiga butun ko'z yumish orqali va yoki ba'zi bizning olgan xabarlarimizda ba'zi tashkilotlarning u yoqqa Uyg'urlarni akirib chiqish jarayonida bu terroristlik masalasiga chetish jihatlarda natija qozondi. Ya'ni necha ming Uyg'ur Suriyada qurbon bo'ldi, vafot bo'ldi. Xudayliq semiz yerim kalining go'shini shu yodida yo'qlayotgan bodek qarindoshimizning degan bo'yicha vaqtimizda u yerda nurg'un Uyg'urlar bugungi kunimizda fojiada halokat. Bu jihatlarda natija qozondi. Ammo bundan natija qozongan ikkinchi bir tarafi bor vatandoshlar. İkinci bir taraf qaysi degan vaqtimizda qachonki 10-oyning 7-kuni Hamas terrorchilari Isroilga begunoh insonlarga hujum boshlagandan keyin dunyoning ham yerda xabarlarda Aqsa to'lqini degan bu harakat boshlandi.
Bütün dünya, hatta Türkiye'deki Recep Tayyip Erdoğan'dan tartıp bunu kolladı. Xitay'dan tartıp bütün dünya kolladı. Hatta Türkiye'deki nurgun teşkilatlar ve nurgun mollalarımızın medyaya çıkış arkalık bu Hamas'ın ilgili şeklinde bir yerde teşvikatlarını etmedi. Ama bir yerde Uygurlarımızın kallısının zihninin açılganlığı kaysiydi yaptı. Her kandak küçev jürüp bu kadımki Hamas'a yardım veriş meselesinde, yani Hamas'ın ülgeliş, Hamas'ın yallığı şayki toplaş meselesi kelgen vaktimizde Türkiye hükümeti ve Türkiye'deki bir kısım teşkilatlar bu neticeni kolga keltiremedi. Yani bunun tipik bir misalini deysek, bizning baydavatkan semiz boda karindishimiz bundan 5-6 gün avval İHA'nın teşkilleşi asasida shundaq bir ma'lumotlarni chiqardi. Mazlum Uyg'ur xalqi bilan Falastin mazlum Uyg'ur xalqi bilan Falastin xalqi, ularning nazarida Falastin yani Hamasni demoqchi. Bu ikkisi taqdirdosh xalqninki işi köngül bilish üstüden biz bir namoyishlarni o'rinlashtirib bütün Uyg'urlar ularning tili bo'yicha aytgan chaqda Doğu Turkistonliklar ko'chalarga to'kilib ketinglar degan vaqtimizda bu qadimki namoyishga chiqqan faqatlar 2-3 yoki 3-4 yaqin ahmoq saranga chiqqan bo'lsa, qolgan Uyg'urlar buni ergashmadi. Demak, bu yerda Turkiyadagi Uyg'urlar bu tashkilotlarninki kim uchun ishlayotganligi, ya'ni Uyg'urning zihniga ishlayotganligidek bu reallikni to'nib yetgandan keyin Türkiye hukumati va Turkiyadagi tashkilotlar chiqargan Hamasni qo'llash namoyishlariga Uyg'urlar ergashmadi. Xulosa bu nuqtada mag'lubiyat uchirdi vatandaşlarımız. Bu noktada mag'lubiyat uchirdi. Yani ilgirki 2014-15 Suriyaga adam yo'llash masalasida g'alaba ham bo'lsa, bu qatimki Hamasni qo'llash masalasida ne Türkiye hükümeti ve Türkiye'deki bir kısım teşkilatlar bu cihetlarda neticeге erişemedi. Bu yüzden Türkiye'deki bir kısım teşkilatlarınki Uygurlarning oldidagi inovati qattiq ve qattiq cho'kib ketdi. Şu sebepten mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtimizda Türkiye hükümeti mushundaq o'yinni o'ynab chiqarish orqali, yani Türkiye'deki teşkilatlarning haqiqatan bu Doğu Türkiston uchun ish qilayotgan tashkilot ekanligini ve onun etrafıga bir turkum jasuslarni yig'ilib ulardan uchur egallayotganligidek bir propagandani o'tirg'i chiqarish orqali bu teşkilatlarning, yani o'zi bilan hamkorlashayotgan Hamasni qo'llaymiz degan teşkilatlarning inovat obro'yini Türkiye'deki Uyg'urlarning oldida va yoki butun dunyodagi Uyg'ur millatining oldida saqlab qolmoqchi bo'ldi degan nuqta xulosalaymiz vatandaşlarımız. Şu sebepten bu hazırki haber globalning uçuru qarga vaqtimizda Türkiye'deki teşkilatlarning uçurlarını egallamaqchi bo'lgan 6 nafar shaxs deganlikni o'zi bu gumon. Xulosa Türkiye'deki teşkilatlar Hamasni qo'llash masalasiga kelgan vaqtimizda o qattiq mag'lubiyat uchirdi. Uyg'urlar buni ergashmadi. Ularning inovati qattiq cho'kdi. İnovat qattiq cho'kkan ekan, bularning inovatini yana qayta saqlab qolmasa bo'lmaydi. Türkiye hükümeti o'ziga ishitish uchun. Shuni bilan mushunga o'xshash shayki insonlarni tutish orqali bu yerdagi o'z uchun hamkorlashayotgan, yani o'chig'indagi vaqtimizda CCP Türkiye hokimiyatiga va CCP hokimiyatiga desak o'xshash bo'ladi vatandaşlar. Hamkorlashayotgan tashkilotlarning obro'yini millat oldida saqlab qolmoqchi bo'lish uchun etgan bir harakat demoqchi. İki, bu yerda so'zimni xulosalasam, yani İsmail Haqqi Musoning 3 hafta avval Uyg'uristonda ziyorat bo'lishi orqali 3 xil kuchga qarshi turish jarayon degan 3 xil kuchlarga qarshi turamiz degan nuqtani bu yerda 6 nafar Uyg'urni tutdik degan narsa bilan Xitoy hukumatiga ko'rdingmi, biz shundaq ish qilyapmiz, sen bilan hamkorlashyapmiz degan nuqtani o'tirib qo'yayotdi. Bu ikkisi bir-biriga bog'lanishliq chiqyapti vatandaşlarımız. Buni mening aqlimga yetgan nuqtam shu. Tipik misal şu semiz boda qarindishimiz Mucho 3-4 hafta 3 gün avval shunda qattiq chaqiriqlarni chiqarib baqdi. Chiqagan vaqtimizda İHA'ning bilan o'rlashtirgan bu namoyishga 3-4 galvonlar chiqqandan boshqa qolganlar ergashmadi. Demak, ilgirki ishlar qarsanglar o'ylab beqinglar. Turkiyada bir namoyish desa minglab chiqadigan ular tashkilotlar ergashadigan Uyg'urlar bor. Demak, bu yerda Uyg'urlarning kallasi echildi, oqqarni tushundi.
Biz Türkiye hükümetini haqoratlab gap qilyapmizmi yoki nima deyapmiz? Bizning deyotganimiz o'zga, ya'ni Turkiyadagi Uyg'urlarga millatga foydalimi, ziyonlimi deganda bizning o Turkiyadagi aqlli Uyg'urlarimiz tushungan, bilgan. Shu sababdan ular ergashmagan. Şu ergashmagandan bu tashkilotlar davomli Turkiya hukumati uchun yana bir ishchilari kuchlanib ishlamasa bo'lmaydi. Shuning uchun bularning inovatini qo'g'dash uchun ana shunday Suriyaga adam yo'llagan, Xitoydan bevosita kelib chiqayotgan cho'ng xoylarni tutmay, endi shu bir tashkilotning uchir egallab degan shunchalik narsalarni nima uchun yoki uni deb degan atrofidagi insonlarni tutish orqali tashkilotlarningki Turkiyada tashkilotlarning innovat obro'yini ko'tarmoqchi, tiklamoqchi desak bo'ldi vatandoshlar. Men buni shunday tushundim vatandoshlarimiz. Bu orqali men deydiganim vatandoshlar, yanada men hech bir zaman bir millat Türk millatining innovat obro'yiga hech qanday bir narsaga daxldorlik bu dorliq mening o'ch adovatim yo'q, ziddiyatim yo'q, dushmanligim yo'q. Ammo Türkiye'nin siyasetining xato siyosat ekanligini, Uyg'ur millatining milliy manfaatiga qarama-qarshi nayt ko'p nuqtalarning borligini bilgandan men bu to'g'riliq takror so'zlab keldim va buni deganimni so'zlayman vatandoshlarimiz. Vatandoshlar, men ilgari shuni o'ylab turib desam, bu yerda ba'zi qarindoshlarimiz shunga munosabatli javob berib o'tay vatandoshlar. Va yoki to'xtab turinglar, men yaxshisi shu kirishdan avval videoni bir qo'yay. Bu hozir bu tema tugadi endi ikkinchi tema qaysi degan vaqtda vatandoshlardan kelgan shu Xitoymi va masalan bu da qarindoshimiz ovoz IXX bilan birga o'rlashtirgan namoyishlardan o'zida Falastin mazlum, Hamas mazlum, Uyg'ur mazlum degan Xitoymi mazlum deydi, u tashkilotlar mazlum deydi. Millatning qo'ygan savoli. Zoti bu yerga vaqtda ikkisining qo'llaydigan nuqtasi bir bo'lsa, bizning manfaatimizga ziyonli taraf qaysi degan nuqtaga javob bermoqchi. Shuning uchun men bu haqda vatandoshlarimiz bu yerda bir video bor, videoni ko'rsatay, bu topladimi hammasi eqil juda bu video. Qaranglar. Yana shunday bo'ldi. Qizqarlik. And the domination by foreign forces shall not be considered as terrorist acts. The Chinese Premier and Foreign Minister Zhou Enlai solemnly declared full support of the principle of self-determination of the peoples and the nations. As set forth in the UN Charter, Palestinian people declared the establishment of State Palestine in 1988. The Palestinian people enjoy the right to self-determination. Bu yerda davotida da Mashinmin degan Jongo Rejabu Xiaoyu Falu the Chinese mayli kim bo'lsin, bu shaxsniki orqa taraflarini hammalarni yaxshi bilib bo'lmadim. Bu sotsial mediadami taqaldi, Refiyaning xabarlariga chiqdi, ko'rsanglar bo'ldi. Bu xabarlar tunji qator chiqish emas. Bundan burunmi bor bu yerda. Mushu qachonki Falastin masalasi, mushu Isroiliya Hamas urushi boshlangandan buyon BDTda shunda Isroiliyani jazolash, Isroiliyaga qarshi turish, urushni to'xtatish deganda gaplar bilan bu yerda Isroiliya qattiq besim bo'lgan vaqtimizda shunga o'xshash, mushu Mashinminga o'xshash Xitoyning BDTda turishliq amaldorlari oxirgacha 5dan tatib bu yerda Isroiliyaning qilayotgan xato, Hamasning qilg'ini to'g'ri deb turib qo'llayotdi vatandoshlar. Mau endi Uyg'urlarimiz aqlga yetib bu yerda Refiyaning xabarlariga hammasiga chiqishi, bunda xabarlar degan to'lib ketgan vatandoshlarimiz. Bu xabarda deydi, bu Mashinmin degan Xitoy Falastin xalqininki bu yerda deyotgani Falastin degani bu yerda Hamas demakchi. Chunki urush qilayotgani bugunning o'zida Hamas Isroiliya bilan qurolli urush qilyapti. Bu Falastin xalqining self determination deydi, o'zi mustaqillik yo'lida o'zi ega bo'lish, xo'ja bo'lish yo'lida qurol ishlatish huquqi bor.
bu özünün mustaqillik yolida, yani self determination yolida harakat qilayotgan tashkilotlarni terrorchi deyishning o'zi xato deb oshkor deb atadi vatandoshlar. Ko'rdinglarmi? Bu birinchi xatolik emas, takrorlik. Biz shuning uchun bütün dünyadaki vatandaşlara 2021 yılı 5. ayının 14. günü videomuzda özden biz degan. Xitoy Falastinning kaynida, Xitoy Hamasning kaynida degan gaplarni deb keldik vatandoshlar. Mana bugun o'tirg'i chiqyapti. Xitoy Falastinning kaynida bugunla emas, qachonki 70-yilning o'zidan tortib 60-yilning o'zidan tortib burundan tortib bu Hamasni Falastinni qo'llab kelgan vatandoshlarimiz. Endi men bu orqali ko'pchilikning savoliga javob berishga tirishsam vatandoshlar. Sizlarga desam vatandoshlar, mushu boda qeyrindishimizga qaytmay yana. Bu boda qeyrindishimiz men ilgari bu qeyrindishimiz qandaq bir yozma yozib Twitterga e'lon qildi degan vaqtning o'zida mazlum Falastin xalqi bilan Uyg'ur xalqi islom dunyosida yarag'an ikki qon Falastin bilan Uyg'ur xalqi bu ikkisi taqdirdosh deb turib namoyishga chaqirganda, uni namoyishga bay deganda qadam 4 odam qatnashgan hamda Uyg'urlardan. Men undan 3 hafta, 4 hafta oldin mundaq bir narsa chiqargan vatandoshlar. Facebook'imda bor turdi. İsrail xalqi bilan Uyg'urlar taqdirdosh deb turib chiqargan. Ma qarindishimizdan devatqindan naqalsicha. Bu qarindishimiz deydiki, Falastin bilan Uyg'ur xalqi taqdirdosh deydi. Men deymanki, bu yerda Isroiliylar bilan Uyg'urlar bu yerda taqdirdosh deb turibdi. Am buni yeshimiz vatandoshlarimiz. Mening davatqinim Isroiliylar bilan Uyg'urlar taqdirdosh deyishimdagi sabab qaysi deysanglar, bu yerda Falastin masalasiga qaytamiz. Bular deydiki, bu Falastinni Isroilga ishg'ol qilib olgan, Falastin davlatini Isroilga ishg'ol qilib olgan deb mundaq yolg'on tashviqotlarni qiladi endi. Sizlar tarixga shunda qarab baqsanglar, dunyoda Falastin davlati degan bir davlat mavjud bo'lgan emas. Ammo Uyg'ur desanglar vatandoshlar, Uyg'ur desanglar, Uyg'ur Kanso xonligi, Uyg'ur xonligi, Uyg'ur degan nom bilan, ya'ni Uyg'ur masalan Qorixonlar xonligi, Yoqubbek davlati, ammo oxirgi ikki jumhuriyatni tatib davlatni qurib kelgan bir mustaqil xalq. Buni Falastin bilan selishtirib kelsa, Falastinliklar bir qator davlat qurib baxmagan xalq. Tushundinglarmi? Taki 1914dan 18 bo'lgan Birinchi dunyo urushi jarayonida Osmonlar yiqilgandan keyin, ya'ni Falastin rayoni O'rta Sharqni kontrol qilayotgan Falastin uchun Osmonlar yiqilgandan keyin u rayonning kontrolligini inglizlar qo'lga olgan. Inglizlar 1937-yili u rayonda yashayotgan 20% yahudlar bilan hozirgi Falastin va Isroil yashayotgan 20% yahudlar bilan 80% hozirgi falastinliklarning nüfusini asos qilib, bu rayonda 20% rayonimizda Yahudi davlati qurilsin, 80% rayonimizda Falastin davlati qurilsin deb 1937-yili davlat qurish huquqini bergan vaqtimizda Mo'g'ollar qo'ylar davlat qurmagan. U kelishimga kamigan vatandoshlar. Yo'q, bu yerda Yahudlar davlat qurishga bo'lmaydi, biz Yahudlarni yo'qtimiz degan nuqtada bo'lgan. Ta 1951-yili, 52-yilmi BDT yana o'rta qaror chiqarib, hozirgi Falastinda bir Yahudi davlati, bir Falastin davlati qurilishga kelgan vaqtimizda bular rad qilib kelgan. Ularning tutgan maqsadi qaysi degan chog'da davlat qurishni rad qilish orqali biz bu rayonda Isroilni mangulik yo'qtimiz degan nuqtalar bilan menib kelgan vatandoshlarimiz. Shu gapni aytganlar, Falastin hech bir zaman mustaqil bir davlat qurgan xalq emas. Uyg'urlar bo'lsa mustaqilligini tam shu kompartiya kirgichidagidek, asosan degidek o'zining mustaqilligini saqlab kelgan xalq. Bu jihatdan qanchalik ikkisi mazlum emas, ikkisi bir-biriga tutun o'xshamaydigan dunyo. Ikkinchidan, Yahudlarni o'xshashlar ikkinchi dunyo urushmasida erkiy qirg'inchilik uchragan millat. Mening ular bilan taqdirdosh ishimlik sababim. Uyg'urlarni bugun erkiy qirg'inchilik uchrayotdi va burundan tortib uchrab keldi. Uchinchidan,
Bugünkü İsrail'e karşı turayotgan, yani Palestinni qo'llab İsrailni yeryüzüden yo'qotamiz degan Xitoy bo'lsin, Rus bo'lsin, Arabimiz bo'lsin, Turkimiz bo'lsin, Kürkimiz bo'lsin, dunyodagi bütün mushu Palestinni qo'llab İsrailni yeryüzüden yo'qotamiz degan kuchlar naq Uyg'urni yeryüzüden yo'qotamiz degan kuchlar o'xshash kuchlar. Ya'ni Isroiliya bilan Uyg'urlarning dushmani o'xshash. To'rtinchidan qarsangiz Uyg'uristonning atrofidagi bir o'ziningki Qozog'istonimiz bo'lsin, Qozog'istonimiz bo'lsin, sizda o'tgan mening jon qarindishim, dadamti, opamti, onamti, biz degan qarindoshlarimiz biri Uyg'urning mustaqilligini, Uyg'urning zarrachilik ishini qo'llamagan bo'lsa, Isroiliyaning atrofidagi bir arab davlati Isroiliyaning mustaqilligiga qarshi, hatto ularni 360 kun yo'qotishdan ko'ydi. Vatandaşlarımız, şu cihetden ben İsrailiya bilen Uygurlarını bu yerde takdirdaş dedim. Anda olgan bolsa, bunun bu pakt bolsa başka paktın otur koysu buldu. Başka yazıp atkan qarindaşlar, dev atkan qarindaşlarımız. Endi biz bir yerde ben bunu da teatrisiga xulos çıkarsam qaysi ediga vakitimizde vatandaşlar. Ta'tirsi xulos chiqarsam qaysi degan chaqda Falastin bilan Uyg'ur xalqi taqdirdosh emas. Faqatli dindosh. Taqdirdosh degan narsa mumkin emas. Vatandoshlar faqatli va faqat dindosh. Falastinni qo'llayotgan bugungi yana takrorlaydi, Falastinni qo'llayotgan Xitoy, Rus, sizning turkingiz, purkingiz, arablarimiz, musulmonlaringizdan tortib 100 dan ortiq davlat bugun Falastinni qo'llaydi Isroiliyaga qarshi. Bugun Uyg'urlarni qo'llayotgan BDT'dek 51 davlatdan dunyoda 200 ga yaqin davlat bor desangiz, 51 davlat Uyg'urni qo'llayotgan bo'lsa, Uyg'urni qo'llayotgan bütün qo'llamagan Uyg'urni qo'llamagan kuchlarning asosli qismi Falastinni qo'llaydigan kuchlar. Vatandoshlar. Falastinni qo'llaydigan kuchlar. Falastinni qo'llaydigan kuchlar naq aksicha Uyg'urning dunyoda yer yuzini yo'qolishini xohlaydigan kuchlar vatandoshlar. Shuning uchun bu ikkisi dindosh hech bir zaman taqdirdosh emas. Dushmani ayrim. Uyg'urning dushmani bugungi Falastinliklarning do'sti. Falastinliklarning do'sti, ya'ni Hamasning do'sti bizning dushmanimiz vatandoshlarimiz. Buni siyosiy nuqtadan shunday tushunsak bo'ladi. Ham bugun xuloslab kelsak qaysi degan vaqtimizda vatandoshlarimiz bugun Falastin davlatini, ya'ni Hamastonni qurimiz deyotganlar, Xitoylar meni mashinani BDT'da oshkora dedi, Rosdan tatib bütün dünyada kuchlar Muşu Uyg'urga qarshi kuchlar, Uyg'urning mustaqilligini, Uyg'urning zaminini taltikis yo'qotib etish uchun harakat qilayotgan kuchlar bugun Falastin davlatini qurib, Isroilni yer yuzidan yo'qotib etimiz deyotgan kuchlar. Andaqdan bugun Falastinni qo'llayotgan, ya'ni Uyg'urning dushmanlari Falastinni qo'llayotgan bo'lsa, bugungi xalqaro nuqtadan olsangiz, bu dunyodagi cho'ng bir kuch talishish urushi. Dunyoni boshqarish jihatidagi kuch talishish cho'ng kuchlar o'tirib chiqadi vatandoshlarimiz. Endi bu Xitoyni o'z ichiga olgan Rossiya qatorliq dunyodagi Isroiliyaga qarshi, ya'ni o'sha Falastin davlatini quramiz degan Uyg'urga qarshi bo'lgan bu kuchlar navoda sizga deydi. İsrailiyani mag'lub qilib, Falastin davlatini qurgan vaqtning o'zida diqqat, İsrailiyani yo'q qilib, Falastin davlatini qurgan vaqtning o'zida Uyg'urga qarshi kuchlar dunyoda hukmronlikni egallagan bo'ladi. Dunyoda bu kuchlar Uyg'urning dushmanlari Falastin davlatini qurib, Isroiliyani dunyodan yo'q qiladigan bo'lsa, sizning mustaqilligingiz nol bo'ladi degan gap. Andaqken dünyani masalan bugün Xitoy, Rus qatorliqlar Isroilni yo'q qilib Falastin davlatini quralagan bo'lsa, qursa, bu kuchlar sizning Uyg'ur davlatingizni qurib berdi deysimiz bor-ku. Men qo'ngimda million o'sirib aytaman, tushundingizmi? Faqat Xitoyning kuchliklari, Xitoyning ishchilari bunday tashviqot qilishadi. Xitoy dünyada hükümranlık, yani Amerika'nı besip düşüp dünyada hükümranlık, siyasi ve iqtisadi jihatdagi hükümranlık erişmekçi bolsa,
Xitoyning tükki stratejisi dunyoda cho'ng kuch bo'laman desa, Arab, Turkiy, Purkiylar bilan naq Uyg'urga dushman bo'lgan kuchlar bilan birlashish orqali bu yerda Falastin davlatini qurish shart. Bu vaqtimizda dunyoda shunday bir adolatlik, mazlum degan, dunyoda shunday bir yolg'on tashviqot qilgan mazlum degan xalqlarning boshpanoyi bo'lib dunyoda o'tirg'i chiqqan bo'ladi. Andaqda dunyoda shunday boshpanoyi o'tirg'i chiqqan Xitoy sizning davlatingizdan qurib berama. Shuning uchun bu yerda Isroil bilan Uyg'urning manfaati umutanasib, Uyg'ur bilan Falastin, ya'ni Hamasning naq ta'tirsiga ta'tir tanasib vatandoshlarimiz. Diqqat vatandoshlarimiz. Sizlarga deb qo'yaylik, navoda Falastin davlatini Xitoy, Rus qatorliq dunyodagi diktator kuchlar qurib chiqqan bo'lsa, sizning Uyg'ur davlatingiz qurilmaydi. Bu yerdagi gap bu kuchlar dunyo hukmronlik sistemasiga ustiga chiqdi degan gap. Bu vaqtimizda Falastin davlati qurilsa, sizning Uyg'ur davlatingiz qurilmaydi. Vatandoshlarimiz. Uyg'ur davlati qurilsa, Falastin davlati qurilmaydi. Sizga deb qo'y. Bu dunyodagi eng cho'ng nuqtadagi siyosiy kuchlarning talashayotgan siyosiy kurishining natijasi mushuni bilan xulosalandi vatandoshlar. Sizga deb qo'y. Shuning uchun biz burundan tatib bu maslakaga vaqtimizda millatimizni diqqat qilib to'g'ri maydonda turishga tashabbus qildik. To'g'ri maydon qaysi? Siz siyosat bo'ling, aqlliq bo'ling. Din, pin, palan, pokun degan narsalarni bu o'zingizning mustaqillik davoyingizga aralashtirib olmang. Sizning bu Turkiy, Purkiy, palan, pokunlaringizni o'zingizning mustaqillik ko'rishiga aralashtirib olmang. Siz bu xalqaradagi cho'ng kuchlar bilan cho'ng kuchlar o'tirishdiki, bu siyosiy kurashning natijasiga qarang deb o'tirib, biz 3-4 yildan bir yillardan bir so'zlab kelyapmiz. Bu mushundaq bo'ldi vatandoshlar. Bu mushundaq bo'ldi vatandoshlarimiz, men sizlarga deyman. Ya'ni xulosalabda so'zim qilib qolsin, Falastin davlatini qurmoqchi bo'lgan kuchlar bilan Uyg'urni yo'qotmoqchi bo'lgan kuch bir kuch. Faqat bir kuch. Rus, Xitoy, Eron, Turkiya, Purkiy butun musulmonlarimiz va unga ergashganlar Falastinni qurmoqchi bo'lgan kuchlar, Falastin davlatini qurmoqchi bo'lgan kuchlar bilan Uyg'urning dunyodan yo'qotmoqchi bo'lgan kuch bir kuch sizga deb qo'y. Mushu kuch Falastin degan bir davlatni qurib chiqargan bo'lsa, sizning mustaqilligingiz nol degan gap. Men shunday deyman vatandoshlarimiz, nol. Demak, ular dunyoda siyosiy hukmronlikni egalladi degan gap. Shuning uchun men bugun Falastinning masalasiga vaqtimizda atalmış yerim kalının go'shini yodida yo'qli yeyitadigan, yerim kalın yodida yo'qli yeb tashlab, heliqi semiz qo'shiqni aytirib to'ydimi, to'ymadimi, munda besbek qilib biladigan insonlarning tashviqotlariga biz burun radio qaytgan, hozir radio qaytira olamiz. Ya'ni buniki radio qaytiramiz. Chunki bu bizning millatimizning kelgusidagi davlat va davlat qurishni, davlatni asliga keltirish va davlat qurishdan iborat bu siyosiy taqdirlar munosabatli masaladir vatandoshlar. Shuning uchun men vatandoshlar bu nuqtadagi masalalarni yana uzatib tilimni chaynab o'tmay, Turkiyadagi Uyg'urlar yanami diqqatli bo'ling. Yanami kuyimchan bo'ling, bir-biringizni izlamang, bir-biringizga kuyining, bir-biringizni sotmang, bir-biringizga xoinlik qilmang. Vatandaşlarımız, bir-biringizdan xabar eling. Cho'ng o'yinlarga tushib ketmang. Turkiyaning siyosati yana oxirgacha shu Xitoy bilan bo'lgan siyosatlar mangayverdi vatandaşlarımız. Chunki u davlat shuna bir davlat, u pul kerak u. Oxirgacha maydonning ikki tarafdagi Yevropa bilan Xitoy o'rtasida, Rus o'rtasida etishlar mangadigan o bir tijoratchilarning davlati vatandaşlarımız. Shuning uchun bu ishga qurbon bo'lib ketmang. Lekin hayron qoldigan yerim, men bu Turkiyaga nisbatan hayron qoldigan yerim degan vaqtimizda, shu Uyg'urlar masalasiga vaqtida endi shunchaki razillikni qildi deb o'ylayman. Shu unda desam Turkiya millati, Turkiya xalqiga tava emas bu degan so'zim. Masalan, Afg'oniston, Pokiston urushi yuz bergan vaqtning o'zida nurg'un Afg'oniston va Pokistonga qochgan. Qochgan vaqtimizda Pokistonga kelgan Pokistonliklarni mümkün kadar Pakistan tashqi dunyoning hammalariga o'zida pasport yo'qlarni pasport berib tashqi dunyoga chiqib ketman deganning hammasini chiqarib atgan. Asosan chiqarib atgan. Voy, bu yerda biz Afg'onistonga urush qilamiz. Afg'onistonga yana tarbiyalab turib urush qilamiz deganlarim bo'ldi, chiqib ketman deganning hammasini chiqqan. Hatto shunday da vatandoshlar. Shu bugungi Turkiyalik Uyg'urlar yuz berganda fojia O'rta Osiyoda yuz berdi. O'rta Osiyoda yuz bergan chaqda
Muşu Kazak, Kırgız degan insonlarni Türkiye'de qilgandek eskiliklarni qilmadi o'chqanda vatandaşlar. Aşağı Uyg'urlarni tuttu bo'ldi, azroq tutib bo'ldi. Buningga o'xshash bir odam qisqisi berib tutadigan, bir odam madamni chaqsin berib tutadigan, necha kun qo'yib o'tadigan, elchixonlar yugurib berib o'tirib Xitoy bilan bizga bundoq ishlar bilan qarashtiramiz deydigan bundoq ishlarni qilmagan ularga. Hatto chiqib ketaman degan insonlar, maoshi chiqib ketaman degan insonlar bo'lsin uchun, shu Qozog'istonning tashqi ishlar ministri hukumatlari yo'l bu adamlarla bizmi aloqalashib mishadin bir chiqib ketishning bir fursati bizga kelyapti. Bizim BDT orqali boshqa ketmoqchi edi. Yo'ldan bir avor chiqib qutuldi. Biz chiqib kelsak degan vaqtimizda chiqib ketgan bo'lsam chiqib kelganda bo'lsa sen 24 soatlik ya beltingni ya 24 soatlik vaqt verdik. Bu soatlarda chiqib ketmasin, bu davlatda qonunsiz yashapsan. Qonunsiz yaşagandan keyin sening bu yerda bir jazolash tutish, bundan nimishqa qonunsiz yashagan deb o'tirib, bundan savol so'rash bizning haqqimiz. Ular shunday degan. Anda chiqib ketish fursatini kelgan bo'lsa, bu fursatni o'taymaysan, chiqib ket anda xo'slab turib shunday degan vatandaşlar. U yerdagi Uyg'urlarni bir-birini qanot ostiga olgan. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarimiz, o vatandagi Uyg'urlarni o cheqish, ko'chaga tashlash, Xitoyga tutib beradigan ishlarni asosan degidek o'tirib qilmagan vatandaşlarimiz. Sizlar O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizni diniy e'tiqodiy falan bugunda gumonlanib turib kelayotganlarga har turli gaplarni qilib ketisizlar. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarimiz shu yerdagi Uyg'urlarning tashqariga qochib ketishiga eng qattiq yordam qilgan va O'rta Osiyodagi Qozoq, Qirg'iz hokimiyatlarimiz fursat kelgan insonlarni, mana o'sha chiqib ketgan fursat kelgan insonlarni tutib o'tirib, u yerda tutib qolgan emas vatandoshlarimiz. Ammo Turkiyada qanday bo'lyapti? Biz bu WhatsApp to'plarda u yerda anglab turyapmiz. Hozir shu Kanadaga 10 mingdagi Uyg'urlar ketish uchun harakatlar bo'lib o'tibdimish. Shu jarayonning o'zida Turkiyadagi tashkilotlar bir oladigan bir shu bizning tashkil bir isbot xitiga o'xshaydi. Bir poch xat isboti bo'lgan mayt oddiy gap. Bu bir oydan avval bo'lindi bu gap. Hozir u xatning ehtiyoji yo'qmish, endi ansam ba'zi do'stlarimizdan deysak, WhatsApp to'plardan olsak, ilgari shunday bir yerda bir tashkilotlarniki bir azroq bir imzolar xitini bo'lsa eklansiz, ashundoq narsalarni bermaymiz deb turganlar balki. O'ylab beqinglar, rahim qilinglar shu yerdagi insonlar bor. Türkiye'de öltümü rahim qilish kerak, bizning millatimiz kelgan chaqda bundoq o'yinchilikni ko'rmaslik kerak. Yo'l kelib boshqa dunyo. Agar Turkiya hukumat Uyg'urlar uchun ish qilib beradi desa, bog'i ashadki Uyg'urlarni bundoq mahkam yo'lni Suriyaning yo'li bilan Suriya bilan Xitoyga iborat bu ikki yo'l, uchiqli bir ikki yo'lni qo'yib qo'yib, Uyg'urlar Suriyaga bosib chatga Suriya bilan hozir bu shu Xitoyga ketgan ikki yo'lni uchiqqa o'xshaydi. Bu Amerika, Yevropaga ketgan yo'llarni nima tasmish. Ham buna bir misal beyatim Kanada ketish masalasini o'tirib qo'ydim. Agar Uyg'urlarga haqiqatan ashladayotgandek bizning turkimiz jon qirindishimiz desa, ham mushkamlichi yevog'ini bo'ladi-ya ularniki. Zinnat kunini qaytirib berdi. U yerda bo'layotgan ishlarning hammasini tek-takdan bilmaymiz zaten nima yerdan bo'layotdi. Hech bo'lmagan vaqtimizda chiqib ketadigan insonlarga bo'lsa, anda qo'z ko'zni jumbilib, vaqt kelib qolsa chiqib ketadigan yo'llarini hozirlab berib Amerika, Yevropada o'tirib ketla degan bo'lsa, o'zim bir Xudoning oldidan bir savob topgan bo'ladi, ham ish qilib bir foydali yaxshilarni qilgan bo'ldi Uyg'ur millatining ishiga kelgan vaqtimizda. Ham bu jihatni aytgan vaqtimizda men u davlatning siyosatidan, Uyg'urlar kelgan siyosatdan burun norozi bo'lgan, hamma jihatdan emas. Mush masala kelgancha norozi bo'lgan, helikamdan noroziman vatandoshlarimiz. Bu meslekege vaktimizde Türkiye hükümeti ve Türkiye'deki teşkilatlar Orta Asya'daki Uygurlarımız oynayan rolünün zerrecilik rolünü oynayamadı. Hatta ketmekçi boğa adamdan uyakası Hristiyan bop ketidi avma. Uya Hristiyan bop kesimçe sana uçuğunda eva Türkiye'deki sana şu satkın güllerden yaxşı adam buladı ben sana deyip. Uqtun mu? Hristiyan bop ketidigan bu yerda bir Hristiyanning o'dil o'tirib chirkov akirib oldigan yami yo'q bu yerda. Bop ketidiganlar bo'lsin baga sendan millionas yaxshi odam bo'ladi. Sana o'xshash sotqin bo'lmaydi. Sana o'xshash 5 tanga pul uchun animani chaqadigan odam bo'lmaydi bu yerda. Mushundaq gap vatandoshlarimiz. Bugungi suhbatimni mushada oxirlashtirsam, suhbat uzrab ketmasin vatandoshlarimiz. Bay degandek shu vatandoshlar, bundan xulosalsak vatandoshlar, bundan xulosalsak Türkiye hükümeti inovati shalaxshib cho'kib ketgan bu odam tutishar harakatlar orqali, ya'ni cho'ng xoylarni tutmay bu yerda tashkilotlarning jip kuchini o'g'irlayotdi degan bir cho'pay so'zlarni ishiltish orqali bu yerda
inovati millatning oldida shalaqshib tushib ketgan bir qism tashkilotlardan inovatini qo'g'dirmoqchi bo'lyapti. Ikkinchidan Xitoyga biz hamkorlashyapmiz, mana shunday narsani tutdik, Ismoil Haqqi u yerni ziyorat qildik dedi Uyg'uristonni. Bu hamkorlashyapmiz deyish orqali bu yerda manini jiqiraq aytgan degan narsaga qo'yadi. Ikkinchidan xulosalaydiganimiz Falastin Isroil masalasiga kelgan vaqtimizda bu Uyg'urlarning masalasiniki Isroil bilan umtanasib, ya'ni taqdirdosh Falastin bilan ta'tir tanasib ekanligini tushunsanlar bo'ldi vatandoshlar. Qolgan xulosani men yeshib asosandagidek yeshib bo'ldim. Balkim sizlar degandek yetarli tushundira olgan bo'lishim mumkin. Ammo yetarsiz bo'lgan taraflarni yana keyin takror tushuntirishga tirishimiz, minutimizlar yana barobar shunday masalada billa bulishga, o'rgatishga tirishimiz vatandoshlar. Bugungi suhbatimiz shunday bo'lsa, unda qolsa vatandoshlarimiz ko'rishgan bo'laylik, xo'sh.